من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقات له بساق. شراب الحب يعرف بالمذاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga hamdu sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e pak durut salamlarımızı yollagan ekan. Qadrli qarindoshlar, biz bir qancha haftadan buyon boshlagan Asmaullahil Husna, Allah subhanahu wa ta'alaning güzel isimlari haqidagi darslarimizni kelgan yerdan boshlab davomlashtiramiz. Biz amallarga ma'lum men televizor oldidagi qarindoshlarimiz biz Asmaullah darslarini bir qadar kengayib tushundirgan holatda televizorda dars qilyapmiz. Inshaalloh oxirini ham davomlashtiramiz. Bu haftalik suhbatimiz, haftalik qarindoshlar o'tirish bo'lganligi uchun buningga nayt keng doirada tushundirish vaqt e'tibori bilan mumkin bo'lmaganligi uchun nayt qisqa qilib mevzuli yerlarini elib har bir darsimizda inshaalloh Allohning bir ismi bilan tanishib o'tishga tirishimiz inshaalloh. Allah subhanahu wa ta'ala bizga eng o'rganganlarimiz, bilganlarimizga amal qiladigan, uni tushunib, hazm qilib, hayotimizni yashashga muyassar qilishini Allah subhanahu wa ta'aladan tuvanchilik bilan tilaymiz. Bugun qarindoshlar, Allah subhanahu wa ta'alaning Ar-Rahmanir Rahim degan ism bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni bu ikki ism aslida, Ar-Rahman ayrim bir ism, Ar-Rahim ayrim bir ism. Ko'pincha ulamolar buni ikkisini bir yerda tilga ilib, bir yerda sharhlab kelganligi uchun bugun ham biz buni ikkisini bir aqlam so'zlab o'tamiz. Har kuni har namozimizda davomli tilga ilib turadigan, xuddi bu o'tgan soatlardagi darsimizda so'zlab o'tgandek, Allohning Allah Zul Jalal, Allohning buyuk ismlaridan Ismullahil Azam bo'lgan, Allohning eng katta ismidan bo'lgan Allah ismi bilan tanışıp öttük, Ar-Rabb bilen tanışıp öttük mesela. Bu maşu Sure Fatiha'da çıkıyordu mesela. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabb bilen tanışıp öttük, Rabbimizdeki bu isim bilen. Bugün Ar-Rahmanir-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala Sure Bakara'da şundak deydi ki: "Ve ilahukum ilahu vahid, la ilaha illa huve'r-Rahmanir Rahim." Sizlerinin ilahinler bir ilahdır deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Sizlerinin ilahinler bir ilahdır. Onundan başka hiçbir ilah yok. Çokunuşka, ibadet kılışka, hükmünü elişka, boysunuşka layık hiçbir ilah yok onundan başka dedi Allah subhanahu ta'ala. O şundak Allah ki Ar-Rahmanir Rahim. Nihayeti mihirban, nihayeti şefkatlik, mihir şefkatlik Allah subhanahu wa ta'ala. Biz müşinçilik tilimiz bilen müşinçilik işbadilep bereleymiz. Onundan başka bunu yıllarca söylesek hem bunu ispatlap verişimiz, Rabbimizden bir ismini hakiki manasında süpetlap buluşumuz, bütün müminler, bütün dünyadaki insanlar, hatta peygamberler müsbetlap bulamaydı. Allah subhanahu ta'ala'nı la ya'rifullaha illallah. Allah'tan başka hiç kim hakiki revişte bilip buluşu mümkün olmaz. Lugat manasını nima degan vaqtida Ar-Rahmanir-Rahim'ninki bu rahmettin türlünüp çıkan ikki mübarek isim bulup mübalağa şekilde kelgan Ar-Rahman Ar-Rahim. Lugatdagi ma'nosi nima degan vaqtida naytlik, mehribonlik, muloyimlik, yumshoqlik, kuyumchanlik, ichki og'irtish bundan ma'no keldi lugatdagi ma'nosi. Shar'iy ma'nosi nima degan vaqtida qarindoshlar telefondan aytsak, shar'iy ma'nosi nima degan vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala shundoq bir rahim shafqatlik, shundoq bir mehribon zotki, huwa arhamur rahimin. Butkul en rahimdil, shunchalik kangri rahmat egisi. O rahmeti, onun shundoq rahmeti hiçbir cheki yok. Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmetinin, rahmet dengizininki qirg'iqi yok, chegirisi yok.
butkul koinotdagi hamma narsani o'z ichiga olgan rahmatiga esa Alloh subhanahu va taolo degan gap. Shar'iy ma'nosi. Bu koinotdagi osmon zamin o'ttirsidagi barliq yuz berayotgan, barliq insonlar foydalanayotgan manfaatlar bo'lsin, xo'shalliklar bo'lsin, mo'l husullar bo'lsin, insonlarga kelayotgan yaxshiliklar bo'lsin, hammasi nima degan vaqtida bu hammasi Alloh subhanahu va taolaning rahmatini mujassamlab berib bizga amaliy ko'rinishda ko'rsatayotgan narsalar asli. Allohning rahmatining namoyon bo'lgan shakli, ko'z oldimizda ko'rinib turayotgan, shakllangan asar, ya'ni ta'sirlar hammasi ko'rinib turayotgan narsalar, butun koinotga hammasi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bizlardan ketkizib o'tgan, bizlardan yiroq ketib har xil musibatlardan qo'g'dab qilishi, har xil qiyinchiliklar, g'am qayg'u bu narsalardan bizni yiroq qilib, bundan bizni insonlarni yiroq qilishi, baloyi qazo, musibat, har xil narsalardan bizni qo'g'dab qolganligi, shu narsalardan saqlaganligining o'zi ham nima desa, Alloh subhanahu va taolaning rahmatidan, Allohning rahmatidan. Allah sura A'rafda va rahmati wasi'at kull shay deydi Alloh subhanahu taolo. Mening rahmatim har narsani tamamen doirasiga ep bo'lgan. Hamma narsani o'z ichiga ep bo'lgan Alloh subhanahu rahmati. U shundoq rahimdilki, har qanday rahim qilg'uchidanmi rahimdil, ota-onamizdanmi, farzandlarimizdan, balki o'zimizdan bakrak o'z bizga inson o'ziga eng kuyunda o'zininki ziyon ushurishini xohlamaydi inson. O'zimizni shunda asraymiz. Alloh subhanahu va taolo bizga biz o'zimizga bo'lgan rahimdilligimizdan bakrak insonning o'ziga bo'lgan rahimdilligidan bakrak rahimdil Alloh subhanahu taolo. O'ylab boqaylik, hammamizga ma'lum bir hodisa, payg'ambar alayhisalom bir kuni asrga tushib qolgan asrning ichidagi bir ayolninki shu asrlarning orasida bir kichik bolani ko'rib, yugurib, chachrab chiqqan paytda bolani elib quchoqlab ketgan holatni ko'rib sahobalarga deydi. Deydi-ki, ma ayol atulqi hazihil mar'a waladaha finnar. Mushu ayol quchoqlab ketayotgan bir ko'rinish manzara. Mushu ayol o'zining bolasini jahannamga o'tqa tashlamdi. O'tqa tashlayolmadi, mushu tashlamdi degandan keyin sahobalar yo'q tashlamaydi degandan keyin payg'ambar alayhisalom dedi-ki bu yerda Lallahu arhamu li abdihi min hazihil mar'ati li waladiha. Allah subhanahu va taolo bandasiga mushu ayolning bolasiga bo'lgan mehribonligidan bakrak mehribon Alloh subhanahu dedi. Cho'qim Alloh shundan mehribon dedi. Bandasiga bo'lgan mehribonligini, bizga bo'lgan mehribonligini ko'rib boqaylik. Bir ona bolasini tashlayanmag'az, bir eng cho'ng mehribonlik dunyoda onaninki bolasiga bo'lgan mehribonligidan ortiq mehribonlik bo'lmasi kerak. Kichik bir narsani bolasiga. Allah bandasiga bu ayolning o mehribonligidan nechasi ortiq mehribon Alloh subhanahu taolo bizga. Ana shunday Rabbimiz Ar-Rahmanur Rahim sifatga ega. Xo'sh, endi Ar-Rahman bilan Ar-Rahimning farqi nima? O'tirishga farq nima degan masalaga kelsak, Ar-Rahman Rahimga nisbatan texmi bak mubolag'a qilib, ma'nosi texmi bak keng doirani o'z ichiga olgan bir ism. Ar-Rahman ismi. Rahimga nisbatan texmi bak kengri, texmi bak mubolag'a etilgan so'z. Bu nima ma'ni bildirsa, yani Allah subhanahu va taolaning rahmati doiraga elish jihatdan bo'lsin, o'z ichiga elish jihatdan bo'lsin, kenglik jihatdan bo'lsin, rahmat deydigan bu lug'at, mehribonlik, shafqat, mehr-shafqat, rahmat deydigan lug'at o'z ichiga oladigan barliq ma'nolarni tamoman o'z ichiga olgan ma'noga ega. Ar-Rahman. Hiçbir lug'at, hiçbir söz qechib ketamaydi. Hammani o'z ichiga oladi. Ya'ni shuning uchun Ar-Rahman degan bu so'z arab tilida yo ikkili qilib aytilib bo'lmaydi, yo ko'plik shaklda aytilib bo'lmaydi masalan. Ar-Rahmanan degan bo'lmaydi yoki Ar-Rahmanun deb aytilib bo'lmaydi. Yakka holatda qolib qoldim. Mutlaq faqat va faqat Alloh subhanahu va taolo bilan aytiladi. O mukammal, yani butkul mushu dunyodagi barliq mahluqotlarni o'z ichiga olganligi, insini, uning insonlar, jinlar, mu'mini, kafiri, mushu koinotda jonsiz mahluqotlardan tortib barliq yaratgan mushu koinotda nima bo'lsa bo'lsin, hammasiga bo'lgan rahmatni o'z ichiga oldi. Hech birisi uning sirtida qolmaydi. Allohning Rahman taololik sifatiningki bu rahmatining sirtida qolmaydi. Hiçbir narsa. Bu şekilde mübalağaşı qilib aytilgan ma'nosi bu. Ammo Rahim bo'lsa desa, bu mu'min bandalarga qiyomat kuni mu'min bandalarga xos qilingan Allohning nihoyatda katta kengri rahmatini bildirdi. Ar-Rahim. Mu'min bandalarga xos Ar-Rahim. Ammo Ar-Rahman har qanday mush koinotga, har qanday dunyoda, har qanday xos.
Bu şekilde tushunishimiz kerak. Shuning uchun mu'min qanday qildi desa, Allohning to'liq %100 rahmatiga erishadi. Dunyodagi ham rahmatiga, Allohning kofirlarga erishdi bu ne'matga, ammo bu rahmatga. Ammo dunyoda ham mu'min erishadi. Oxiratda ham Allohning Ar-Rahim sifatlar uning rahmatiga ham erishadi, mukammallashadi bu vaqtida. Ammo kofirchi faqat dunyoda ham Allohning rahmatiga erisha oladi. Yashash nurxon deydi, to'g'ri tushundirmiz yana. Ammo oxiratda hamma narsadan mahrum qoladigan gap. Xo'sh, endi Ar-Rahmanning yana bir nuqta, tushunib olgan nuqta, Allah subhanahu va taolaning zoti sifatiga dalolat qiladigan bir sifat edi, ism. Ar-Rahman. Allah'ның zati sifati. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'da Allah'ның zatida bar sifat. Hiçbir zaman ayrılmaydı Ar-Rahman degan sifat. Allah'ның zatida bar sifat. Amma Rahim dallun ala sifatil fi'liyati allati tata'allaqu bi mashiatihi dedi. Allah'ның xohishiga aloqador bo'lgan fi'li ish qiladigan Allah xohlagan, chunki qiyomat kuni mu'minlarga xos ayirib qo'ydi dedi qoni. O ayırıp koygan nimet, o süptini, o mekir şefkatini kıyamet gün qanday qildi? Udul şu mümin bendelerge köstüp, ameli bir iş bilen, onun bir ata qilish bilen qanday qilsa, köstüp, ameli köstüp. Ama Rahman Taala bolsa, bu Ar-Rahman süpti bolsa, Allah'tan hiç ayrılmaydigan, Allah'tan zatıda bu süpet, bu hemmesiga umumi şekilde dedim. Rahman süpti hiç qandaq Allah'tan başqa hiç qandaq bir mahluk bu sifatla eğitilenmeydi, bu sifatla işletilmeydi, sifatlanmaydi her qandaq bir mahluk. Allah subhanahu şunda dedi ki Sure İsra'da "Qul ud'ullaha aw ud'ur-Rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Aytqin ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ni, yani sizler Allah deb çağırыңlar, Allah deb dua qilinglar yoki Rahman, ey Rahman deb dua qilinglar. İkisinin qaysini bo'lsa mayli, farq yo'q bu yerda o'tirsida. Allah'ның qaysini chaqirsanlar o'xshash, falahul asmaul husna, Allah'ның go'zal ismlari bor deb bu yerda. Bu yerda Allah subhanahu va taolo o'zining ismi Zuljalal bo'lgan, Ismullohil azam bo'lgan Allah ismi bilan tang birga tilga oldi Ar-Rahman degan ismni. Birga tilga oldi aqistillam. Shuning uchun hiçbir mahluk şerik bulanmaydı. Ama Rahim bolsa-chu, Rahim sifati, Rahim ismi bilan mahluk ham sifatlanishi mumkin, sifatlanadi. Masalan, Payg'ambar alayhissalomni sifatlab Qur'oni Karimda Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim dedi. Rahim bilan inson bir mahluk sifatlanadi. Ama sifatlangan taqdirda ham bilib oladigan nuqta insonning rahim shafqatligi bilan Ar-Rahman mahluk sifatlanmaydi hiçbir şekilde. Ama Rahim bilan inson sifatlanadigan bilan mahlukda bor rahim shafqat bilan Allohda bor rahim shafqatning o'rtasida hiçbir zaman inson xiyol qilgusiz darajada farq bor. Hargiz o'xshash, yani insonda bor mehr shafqat bilan rahimdillik bilan Allohda borninki o'pma o'xshash bo'lishi hasha mumkin emas deb bu nuqta tushunish kerak. Hamda Allah subhanahu wa ta'alaninki mu'min bandalarga bo'lgan rahmatining turiga qaraydigan bo'lsak, Allah subhanahu wa ta'alaning biz yuqorida ikki xil rahmatni tilga oldik. Umumiy rahmat va xos, maxsus mu'minlarga xos qilingan rahmat deb. Umumiy rahmatda hammasi Allah subhanahu ularni yo'qdan bor qilishdan boshlab hammasi umumiy rahmatning ichiga kiradi. Ularni shu dunyoda tarbiyalab, ularga kerakli bo'lgan rizq berish, ularni barliq dunyoda kerakli bo'lgan hamma narsani ularga davomli yetkazib berish, salomatligini yaxshi qilib sog'lom qilish, mahluqotlarni barliq koinotni ularga bo'ysundirib berish, hammasi bu umumiy rahmatning doirasiga ichiga kirdi. Sanab bo'lmaydi bu umumiy rahmat namdi. İkincisi bo'lsa, xos rahmat deganimiz bu dunyo va oxiratda bu xos rahmat bilan inson dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishadigan, hiçbir zaman ziyon tatmaydigan Allah subhanahu va taolo o'zining xos bandalariga ayirib qo'ygan, maxsus qilib qo'ygan rahmati, Allohning ikkinchi turlik xos rahmati. Allah bu rahmati bilan dunyoda shu mu'minlarga şu bendelerine, şu iki dünyada rahmetke erişken bendelerini dünyada özünün doğru yolga seliş, doğru yolda manguluş, hidayeti de mustahkem kılış bilen ularını qanday qildi, bu dünyada ularga rahmet kıldı. Ve nurgun pak rızıklarını, pak aile turmuş hemen ata qilish bilen Allah subhanahu taala mümin bendelerine bu dünyadaki rahmetini ata qilgan bolsa, kıyamet günü bolsa şu dese,
eng to'liq shaklda mu'min bandasiga shundoq bir rahim shafqat bilan rahim qiladiki, u oxiratdagi mu'minga beradigan ne'mat nima bo'lsa, o'zining shu oliy jannatiga kirgizish va o'zining muborak jamolidan huzurlantirish, buni berish bilan mu'minga bo'lgan ne'matini tamomlaydi Alloh subhanahu taolo. Bu %100 Allohning rahmatiga, ana shu jannatga kiradigan vaqt, Allohning rahmatiga, Allohning rizoligiga erishadigan vaqtida, ondan keyin nima desa, u banda o'zini haqiqiy baxtli his qilgan bo'lmas, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun ba'zi dunyoda hargiz masalanga, dunyoda bir insonningki rohat turmushda yashashi, esil hayotda yashashi, qiyinchilik ko'rmasligi, hamma ishlarining yurishib ketishi, bu insonningki hargizmi yana bu Allohning ajoyib muqarrab banda ekanligiga dalolat qilmaydi hargiz. Ya'ni o'lcham buning bilan ayrilmaydi hech bir zaman. Chunki bu dunyo ne'matini Alloh yaxshi ko'rganligimi beradi, yaxshi ko'rmaganligimi beradi Alloh subhanahu taolo. Hammasiga umumiy beriklik bu ne'matdan, dunyo ne'matini. Masala ham dunyoda ham oxiratda ne'matga erishalash. Ikki dunyoning ne'matiga, ikki dunyoning rahmatiga erishalash bu hammadan cho'ng ne'mat hamdi. Hammadan katta ne'mat. Allah subhanahu va taolo bizni ana shu har ikki dunyoda ne'matiga erishgan mu'min bandalardan qilishini Allohdan tuvanchilik bilan tilaymiz. Xo'sh, endi Allah subhanahu va taolo bu Ar-Rahman ismini diqqat qilaylikki, Qur'oni Karimda ko'pligan yerda o'zining arishga qaror olganligi bilan birga tilg'aldi. Masalan, summastawa alal arshi Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ya'ni arish bilan birga tilg'aganda ko'pincha vaqtida Ar-Rahman degan ismni o'zining arishini tilg'ab bo'lib, uning kaynidan tilg'a ilahliq. Nima uchun deganda ulamolar shunda go'zal so'zlarni qilibdiki buningga. Nima uchun deganda arish shuni bilib olinki, Allohning arishi Allohning mahluqotlarining ichidagi mutlaq jihatda eng buyuk mahluqoti arish deydi Allohning arishi. Ya'ni Allohning arishidan cho'ng hajm jihatdan bo'lsin, buyuk jihat bo'lsin, uningdan cho'ng bir mahluqot yo'q dedi. Mutlaq jihatda eng cho'ng mahluqoti arish deydi. Xo'sh, buni tilga olish hamda Ar-Rahman degan ismni arishning kaynidan tilga olishi nima desa, ya'ni Allohning arishi shundoq cho'ng mahluqki, butkul Alloh yaratgan koinotdagi barliq mahluqotlarni hamma tarafdan qorshab turadigan darajada katta cho'ng deydi. Hamda Allohning rahmati ham yuqorida so'zlab o'tgandek, koinotda hech bir zarrachig'liq narsa Allohning rahmatining doirasining sirtida bo'lmagan ekan. Allohning arshi hammani qorshab turgandek, rahmati ham qorshab turganligi uchun Alloh wasi'at min fastawa ala awsa'il makhluqat wa huwa arshuhu bi awsa'is sifati wa huwa rahmatuhu dedi. Ya'ni Alloh mahluqotlarning ichidagi eng katta narsa bo'lgan, eng kengri bo'lgan arshiga qaror oldi, o'ziga loyiq ravishda. Nima bilan desa, sifatlarining ichidagi eng cho'ng ma'noni o'z ichiga olgan, hammani o'z ichiga olgan sifati Ar-Rahman sifati bilan shu arishga qaror olganligi uchun deb shunday go'zal so'zlarni qildi. Xo'sh, endi yana Allohning rahmati g'azibidan ilgari kelib ketganligini nurg'un qatim hadislarda angladik. Masalan, rahmati sabaqat g'adabi degandek hadislar keladi masalan, hadis qudusiylar. Payg'ambar alayhissalom shunda deydi-ki, "Lamma qadallohul xalq." Alloh mahluqotlarni yaratganda shu o'zining dargohidagi bir kitobga yozdi dedi. Bu kitob mavdu'un alal arsh. Allohning arshining ustida bor bir kitob, ya'ni Lavhul Mahfuz. Shu kitobga shunday yozdiki, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Mening rahmatim g'azabimdan g'olib keladi, g'azabimdan eshib ketadi. deb bu şekilde Lavhul Mahfuzga yozdi dedi. Bu Allohning yozib qo'yishi, bu şekilde qilishi, bu xuddi Alloh subhanahu va taala tarafidan mahluqotlarga berilgan bir va'da bu dedi. Bir ahdiga o'xshash narsa bu dedi. Mahluqotlarga, bandalarga bizga bergan bir ahdisi bu, va'dasiga o'xshash narsa dedi. Hammasiga rahmat qildiganlikqa to'g'riliq bergan bir xush bishorati va'dasi Allohning dedi. Ularni afv qildiganligi, mag'firat qildiganligi, mayli qancha ish qilib ketgan, menga qaysang, menga tavba qilsang, men tarafga qaysang, men chuqum rahmat qilaman senga, men seni kechiraman, yopaman sen deb Alloh subhanahu va taolaning mu'min bandalariga bergan, nima desa,
Bishareti bu. Nima qilib ketgan? Nur qarab boqaylik. Nurg'un ishon qilib ketimiz. Alloh muhlat berayotgan, yepayotgan, qilayotgan jinoyatlarimizni insonlarga bildirmayotgan. O'ylab boqaylik. Ya'ni agarda jinoyatning furuqi bo'lgan bo'lsa, gunohning inson qilayotgan gunohningki biz qilayotgan jinoyatlarning, gunohlarning furuqi bo'lgan bo'lsa, inson hargiz bir insonning endi o'ltiramagan bo'ladi dedi furuqdan, sesiqligidan. Allah shu qadar yeb turgan gapda Alloh subhanahu va taolo. Xo'sh, endi Allohninki masalan Qur'oni Karimda Al-Ghafur va huval Ghafurur Rahim sura Yunusda masalan gap. Bu Al-Ghafur degan ismini Alloh subhanahu va taolo Qur'on shuna qarab baqsaq 72 yada Ar-Rahim ism bilan birga tilg'abdi-da. 72 yada tilg'ilindi ekan. Al-Ghafur Ghafurning keyindan Ar-Rahim deb tilg'ilindi ekan. Bu nima uchun bunda tilg'ilindi deb bu yerda o'limalar shunday go'zal so'zlarni qilibdi yana buningga. Deydi-ki bu yerda. Ya'ni bu yerda bundaq tilg'ilinishi Allah subhanahu wa ta'alaninki kamali sifatlarini teximibek namoyon qilib berish va bandalarga Allohga hamd aytish, hamdu sano aytish yo'lini teximibek ko'paytib berish. Bir banda Allohning har qanday bir ismini tilg'ilib Allohga hamdu sano etsa, Allah'ın rahmetiga erishganidek, yani bandalarninki teximibek Allohga ko'p go'zal sifatlar bilan hamdu sano aytib berish yo'lining, Allohni ulug'lash yo'lini ko'paytib berish, o'zining mukammal sifatlar bilan bunda tilg'ilish dedim. Buning hammasi chunki Alloh subhanahu va taolaning ne qadar qudratli ulug'ligini ko'rsatib. Qarab boqaylikki, Allohning mag'firati bandasiga bo'lgan mag'firati kechirib o'tishi yana u inson ashu banda azaplanishga, jazolanishga loyiq turib kechirib etilishi, mag'firat qilinib etilishi nima desa, bu Alloh subhanahu va taolaninki rahmatining alomati, Allohning mehribonligining alomati. Chunki u inson gunoh qilgandikin, jinoyat ishlagandikin, Allohning adolatining taqozosi bo'yicha asli u jazolanishi kerakdi. U jazosini chekishi kerakdi asli. Bu Allohning adolati. Adaleti bo'yicha jazolanishi kerak. Xuddi u yaxshi ish qilsa mukofotlanadigan o'xshash, yomon ish qilsa jazolanishi kerak. Ammo nurg'un gunohlarimizni Allohninki kechirib o'tishi, jazolamasdan jazolanishga loyiq turib, Allohning mag'firat qilib o'tishi bizni nima bo'lsa, bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan bir rahmat, Allohning rahmatining jumlasi bu deydi. Rahmatidan iborat bu narsa. Bu yerda bu ishga tilg'ilinishi nima desa, Al-Ghafur nima uchun oldida Alloh subhanahu Al-Ghafurni tilg'ilib, uning keyindan Rahimni tilg'aldi desa, chunki bu mag'firat degan, ya'ni insonning gunohidan xoli bo'lib, gunohlarining yuyilib ketishi, inson poklanish. Ya'ni Ar-Rahim bo'lsa, Alloh tarafidan erishiladigan bir ne'matga, bir narsaga erishish. Alloh inson oldidan poklab o'tib, pokizlab o'tib, gunohini kechirib o'tib, mag'firat qilib o'tib, Ar-Rahim mehribonlik bilan nurg'un ne'matlarni ato qilganligini tushuntirish uchun bu yerda huval Ghafurur Rahim degandek bu shaklda keldi deydi. Yana Alloh subhanahu va taolo yana va yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi bi iznihi illa bi iznihi innalloha bin-nasi la raufur rahim degan sura Hayd bir oyat bor. Alloh osmonni va osmon tilg'ilganda osmondagi butkul kavakib barliq osmon jismlarining hammasi shundan kirib ketadi. Zaminga tushib ketishdan tutib tur dedi Alloh subhanahu taolo. Tutib tur zaminga tushib ketishdan. Alloh insonlarga nihoyat mehribon, shafqatli, nihoyat kuyimchandir dedi bu oyatda. Nima uchun bu yerda buni tilg'ilindi desa, ya'ni agarda Alloh subhanahu va taolaning rahmati bandalarga, insonlarga bo'lgan rahmati shundoq mehr shafqatli, kuyimchan bo'lmagan bo'lsa edi, bu koinotda Alloh subhanahu va taolo hech bir kafir, fojir, zolim, zamin yuzida o'mlab yuradigan bir maxluq qo'ymagan bo'ladi dedi. Allohning rahmati shu qadar hisobsiz, inson tasavvur qilg'isiz bo'lganligi uchun Alloh shundan muhlat berdi. Hammani shu osmondagi shu jismlarni osmonning ustimizga yiqilib tushishdan qanday tutib turdi Alloh subhanahu va taolo qudrati bilan dedi. Ya, jinoyatimiz bo'lsinmi, gunohlarimiz bo'lsinmi, insonlar gunohlarni qilib turib, yana Alloh subhanahu va taolo ularga rizq berayotgan, yoshlayotgan, ne'matlarni ato qilayotgan, kech kunduz, ya boy hadis quduslarda bor. Mening rahmatim sizlarga kech kunduz yog'di, ammo bandalarning kech kunduz ularni jinoyat o'rlab turayotgan Alloh subhanahu va taolo. O'ylab tasavvur qilib boqaylik. Zamin yuzidagi insonlarning ko'pinchisi nima desa, jinoyat ishlaydi. Buzuqchilik, jinoyat ko'pinchisi. Şu an Kur'an-ı Kerim'de mi deyilgani? Agar zamin yuzidagi ko'pincha kishilarga agatsang,
ular sizlarni Allohning yo'lidan ozdirib o'tdi deb. Ammo hech biriga Alloh ne'matidan kesib qo'ymaydi-ki. Hammasiga yana dunyoda berilgan bu ne'matlarni ato qilib turdi. Endi rahmat to'g'risida payg'ambar alayhisalom bir hadisida shunday deydi-ki, "Annalloha xalaqa 100 rahmat" dedi. Alloh 100 rahmatni yaratdi dedi. Va bu 100 rahmatdan bir rahmatni inson, jin, hayvonot bütün mo'shu dunyoda bor mahluqotlarning ichiga bir rahmatni tushadi dedi. Shu bir rahmat bilan va biha yatarahamun, bir-birisiga rahim qilishadi. Va biha ta'tiful wahshu ala waladiha dedi. Shu bir rahmat bilan insonlar, hayvonotlar, shu vahshiy, yirtqich hayvonlarmi shu Alloh zaminga tushirgan bir rahmat bilan 100 rahmatning 99 ni olib qoldi derga hayda. Shu bir rahmat bilan shu bolasiga kuynoq hayvonotlar dunyosini ko'radigan bo'lsa, insonning ko'zidan yosh chiqaradigan darajada alomatlarni ko'ramiz. Mehribonligini, kuyimchanligini bolasiga bo'lgan. Shu farzandiga, bolasiga qanday qildi? Shu bir rahmat bilan rahim shafqat qildi dedi. 99 ni keyinga olib qo'ydi. Akharallohu 99 rahma yarhamu ibadahu yawmal qiyamah dedi. Bu 99 bilan Allah bandalariga qiyomat kuni rahim qildi. Kimga rahim qildi? Kofirlarmi? O'ylab qo'yinglar, 99 rahmatni mu'min bandalarga ar-rahim ishlaydi qiyomat kuni. Qiyomat kuni ar-rahman ishlamaydi u yerda. Rahman bu dunyoda ishlaydi. Qiyomat kuni Allohning ar-rahim sifati qilib qoldi. Mu'min bandalarga qoladi bu vaqtida. Uning ichida jinoyat ishlagan, xato ishlab qolgani bo'lsin, Alloh xoliqini kechiradi. Xoliqini jazoga teshib bo'lgan jazolaydi. Bu 99 rahmatni olib qo'ydi Alloh subhanahu va taolo o'ylab boqaylik. Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu rahmatning doirasiga kirgan baxtli mu'minlardan qilishini tilaymiz Allohdan. Xo'sh, yana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Robbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan va ilma degan sura G'ofirning 7-oyatida shunday deydi. Alloh bu yerda rahmatni ilm bilan tilga oldi bir yerda. Bu nima uchun deganda fakullu ma balaghahu ilmullohi taala va ilmullohi taala balighun likulli shay qad balaghathu rahmatuhu dedi. Ya'ni Allohning ilmi degan vaqtimizda biz Alloh hamma narsani biladi deymiz, shuni e'tiqod qilamiz, shunami? Bu bizning e'tiqodimiz. Koinotda hech bir narsa Allohga qorong'u emas. Hamma narsani Alloh bilib turadi. Hech bir bilmaydigan narsa yo'q. Bu yerda ilm, rahmat bilan ilmni tilg'ilishi, ya'ni Allohning ilmi hamma narsani bilib turgan ekan, bu bilib turgan, Alloh bilib turgan hamma narsaga Allohning rahmati yetadi deganni bu yerda ham yana bir shaklda tushuntirdi bu yerda deydi. Shuning uchun hargiz hayron qolmangki, Alloh kofirni ham biladi, kofirning qilayotgan ishini ham biladi, ammo uningga rahim qiladi. Dunyoda rahim shafqatini biriverdi unga, lakin rahmatuhu lil kafir rahmatan jasadiyya badaniyya dunyaviyya dedi. Ammo u kofirga qilayotgan rahim shafqati jasad, badan, dunyoviy, mush dunyoga xos rahmat, rizq berish, yemak, ichmak, kiyim-kechak, uy, bola chaq tepish, u bu shu dunyoda qoladi, tugaydi. Qiyomat kuni hammadan tugaydi. Hammadan mahrum qoladi. Ammo mu'minga bo'lsa, dunyo va oxiratda mangulik baxt saodatga erishadigan bu rahim bilan rahim shafqat bilan mehribonlik qiladi. Alloh va inna robbaka yana Alloh subhanahu va taolaning rahmati ham yani izzat, ulug'liq, kuch-quvvat, g'alaba degan narsalarni ham beradi mu'minga. Chunki va inna robbaka lahuval azizur rahim, al-aziz bilan tilg'aganlik uchun. Xo'sh, endi biz eng oxir nuqta Allah subhanahu wa ta'ala biz nurg'un hadisi qudusiylarda bo'lsin, payg'ambarlarning hadislari bo'lsin, Alloh masalan o'z nafsiga rahmatni yezivatdi. Alloh o'zining rahmati g'azabidan g'olib keldi. Masalan innalloha ta'ala aw annahu ta'ala awjaba ala nafsihi ar-rahma. O'z nafsiga rahmatni vojib qilyapti. Deganda bu so'zlarni anglaymiz. Ajiba mu'min bandalari Allohning rahmatiga loyiq bo'lganligi uchunmi o'ziga shunday vojib qiladi Alloh? Ya'ni men chuqur rahmat qilishim kerak deb. Ya'ni mu'minlar biz, ya'ni Allohning rahmatiga loyiq bo'lib ketganligimiz uchun, amallarimizning shu qadar esil bo'lib ketganligimiz uchun bu haqliq mening rahmatimga erish, bu loyiq bo'lib ketdi bu deb o'ziga shunday vojib qilyaptimi yoki qaysi nuqtadan vojib qilyapganda? Alloh o'ziga vojib qilyaptishi tafaddulan va in'aman minhu subhanahu va ta'ala dedi. Bandalar loyiq bo'lganligi uchun emas, biz loyiq bo'lganligimiz uchun emas. Allohning fazli ikromi, in'ami bandalariga bo'lgan bizga. Shuning uchun davomli mu'min tilaydiki, Allohumma ya Rabbi, ey Alloh,
Allahumma amilna bi rahmatik va la tuamilna bi adlik. Bizga sen rahim shafqating bilan muomala qilgin, rahmating bilan muomala qilgin, adolating bilan muomala qilmagin deb. Agar Alloh adolat qonunni agar inchiklaydigan bo'lsa, hech kim qutulmaydi Allohning azobidan. O'ylab boqaylik, qilayotgan ishlarimizni o'ylab boqaylik qani. Eng taqvo deganlarimiz nada? Nima ishlarni qilyapmiz? Agar rahmatiga erishamassak, shu Rasulullohmi meni jannatga qana qilman rahmatulloh. Agar Alloh rahmatiga o'zi yog'ida kirman deylikka. Bu rahmat Allohning naqadar bu rahmatni o'ylashimiz kerak qadrli qarindoshlar. Bu shaklda tushunishimiz kerak. Allohning in'omi Hazreti Karim deb tushunishimiz kerak. Xo'sh, yana bir nuqta, Alloh mu'minlarga qilgan rahmati bu dunyoda shu mu'min o'lgandekila tugab ketmaydi. Ham shu mu'mindan bo'lgan mu'minning avlodi ham avlodi farzandlari bilan ham davomlashtirdi rahmatini. Bu Qur'oni Karimda sura Kahfda chiqadi. Va ammal jidaru fakana li gulamayn yatimayn fil madina va kana tahtahu kanzun lahumā va kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā va yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik. Agar mu'min bo'lsak, dunyoda yaxshi solih yashasaq, bu Allohning shu mu'min bandasiga bergan, bizga bergan mehr shafqati rahimdilligi biz bilan xos tugab qolmay, bizning avlodlarimizga ham yetadigan o'ylab boqaylik. Alloh deydi bu qissadan shu. Shuning dadasi ikki yetimniki qissasini so'zlab qildi. Hamma so'zlab o'tirishning hojati yo'q. Solih, taqvodor, yaxshi kishi edi dedi. Kichik farzand bu ikki bolani Alloh qanday qildi? Robbing bu ikkisini shu balog'atga yetib, o ikkisiga Alloh atab qo'ygan rahmatini kan boyliqni qanday qildi? Robbing tarafidan bo'lgan rahmat sifatida ularga chiqarib berishni qanday qildi desa, Alloh iroda qildi deb tushunadi. Demak, yana bir nuqta, Alloh jannatini rahmat bilan yaratganidek, o'z rahmati bilan jannatini yaratganidek, shundaqla jahannamni ham o'zining rahmati bilan yaratgan Alloh subhanahu taolo. O'ylab boqaylik. Jahannamni ham o'zining rahmati bilan yaratgan. Bu jahannam shundaq bir narsaki, bu jahannam bilan Alloh subhanahu va taolo bu jahannam Allohning qo'lidagi bir qamchiga o'xshaydi deydi. Bu qamchi bilan Alloh mu'min bandalarini o'sha dunyoda Xudo padidan u yoqqa qishib ketayotgan nimalarni, qo'ylarni padishi ishiga kirdi. Bu misollarni Alloh valillahil masalul a'la bunday misol keltirishganda Alloh eng oliy misollarni keltirishga loyiq. Yani shunga o'xshash, yani mu'min bandalarini jannatiga haydash, jannatiga kirgizish uchun bu bir insonni qanday qildi? Mu'minni yani to'g'ri yo'lda mengashga undaydigan bir ittirgish rol o'ynaydi-da bu yerda. Bu inson qo'rqish bilan buning bilan bu bir qamchi o'xshaydi deydi. Mu'min bandalarini buning bilan qanday qilsa, jannatiga hidoyat qilib jannatiga boshlaydi va jannatga jahannamga loyiq qilgan bir jinoyatni ig'ir cho'qim jazolanimiz bo'lmaydigan shaklda bo'lib qolgan muvahhid iymon bilan o'lib ketgan shu mu'min bandalarni ham shu jinoyatning buzuqlikning paskinliklaridan poklash uchun poklaydigan bir zavod hamda jahannam. Va shundaqla o'zining dushmanlari uchun maxluqotning ichidagi kofirlar dushmanlari uchun turmadan iborat bo'ldi. Turmaning misoliga o'xshatamiz dedi. Xo'sh, demak qadrli qarindoshlar, bundan elinadigan meva xulosa, mu'minga elinadigan xulosa nima desa, bu ikki ismdan shuni tushunishimiz kerakki, mu'min har davomli holatda Alloh subhanahu va taolaga muhabbat, yaxshi ko'rish, barliq mehr shafqatini faqat yolg'iz Alloh subhanahu va taolaga xolis qilishi, Allohga bog'lanishi, faqat har bir ishida Allohga esilishi va barliq Alloh subhanahu va taolaning rahmatini bizga keltiradigan, rahmatiga sababchi bo'lgan har bir ishlarga etilib menish, shu ishlarga tirishchanlik qilish Allohning rahmatiga erishish uchun bu shaksizki Alloh va rasuliga itoat qilish bilan bo'ladi. Va atiulloha va rasula la'allakum turhamun. Alloh va rasul payg'ambarga ergashinglar, rahim qilinishinglar uchun degandek Alloh subhanahu taolo bizning rahimga erishishimiz, rahim shafqatga, Allohning mehribonlik shafqatiga erishishimiz, dunyo oxiratda baxtli bo'lishimiz uchun chuqum nima ekansa Alloh va rasuliga itoat qilishimiz kerak ekan va shundaqli qalblarimiz insonlarga rahim shafqat bilan to'lishi, hayvonlarga, insonlarga barliq mehr shafqat bilan qalblarimiz to'lishi, ularga mehr shafqat bilan muomala qilishimiz va bu sifatni o'zimizda o'zlashtirishimiz xuddi rasulimiz deganidek ar-rahimuna yarhamuhumulloh irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama degandek rahim shafqat qiluvchi kuyimchan bandalarga Alloh subhanahu va taolo rahim qiladi. Zamin yuzidagi kishilarga rahim qilinglar.
osmondagi zot bo'lgan Alloh subhanahu va taolo sizlarga rahim shafqat qiladi deganida biz bu sifatni o'zimizda o'zlashtira olsak, yashay olsak, hayotimizda tatbiqlay olsak, andan nima desa Allohning bu ismidan o'zimizga nasiba ola olgan bu Allohning rahmatini o'zimizga rahim shafqatiga erishishdan iborat bir sifatni o'zimizda hozirlay olgan bandalardan bo'la oladi ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo mushu ojizligimiz bo'lsa-mu, shu gunohlarimiz ko'p bo'lsa-mu, Alloh subhanahu va taolo bizni ana shu baxtli bandalardan qatoridan qilishini tuvanchilik bilan tilaymiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatulloh. قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي